أتيتك يا خالقي باكيا. Siz bilan bizga bugungi kunda eng yaxshi namuna bo'ladigan narsa falonchi hoji aka, falonchi domla emas. Bizga eng yaxshi namuna Saodat asri namunasida. Va siyratni sinchiklab bilan o'rganadigan bo'lsak, Saodat asrini o'rganadigan bo'lsak, undan oldingi ularning holatini o'rganadigan bo'lsak, bizga bitta nima keladi? Bitta yechim paydo bo'ladi. Avvalgi holatni qaraydigan bo'lsak, ularda bir ikkita sinf bo'lar edi. Johiliyat davrida bitta sinf qanaqa bo'lar edi? Bitta sinf boyliklarini shunday sarf qilardi, saxiyligida shunaqa bir nomi chiqib ketganki, hattoki mana hammamiz bilamiz, Abu Sufyon bitta sherni u uchun atab qo'yganligi uchun nima qilar edi? Pullarini sarflab borardi. Boshqa mamlakatlardan hojilar kelar edi, ularga suv berayotgan, ularga oziq-ovqat berayotgan, ularga ihson qilayotgan yoki bir qimorxona bo'lar edi, u qimorxonaga kirishib, o'zining boyligini ko'rsatishlik uchun sarflardi, ularga ovqatlarini, taomlarini, yotoqxonalarini, uy-joylarini, jihozlarini qilib berishardi. Shu bilan mashhur edi. Lekin ular ahli oilasi uchun baxil edi. Buni qayerdan bilamiz? Bu Abu Sufyonning xotini Hind nima dedi Rasululloh alayhisolamga? Ey Rasululloh, Abu Sufyon o'ta baxil dedi. Kim aytyapti? Abu Sufyondir. Abu Sufyon kim edi? Eng boylaridan edi. Kerak bo'lsa 100 ta tuyani shunday qilib so'yib turib qurbon qo'yadigan odamni ayoli aytayaptiki, men farzandim uchun, o'zim uchun, Abu Sufyonning cho'ntagidan pul olsam bo'ladimi dedi. Rasululloh alayhisolam nima dedi? O'zing bolalaring uchun olsang bo'ladi dedi. Bu bitta sinf edi. Yana bitta sinf bor edi. U sinf qanaqa edi? Bolalari uchun qul edi ular. Chunki farzandlarini yedirib ichirishligi uchun faqat kun 24 soat bolalarini rozi qilishlik uchun ishlashardi. Bunga misol Musa ibn Umayr roziyallohu anhu onasi dunyoda narigi burchagidan u uchun kiyimlardi. Narigi dunyoda bu burchagidan u uchun atirlarni olib kelardi. Eng zo'r narsalarni qilib berardi. Kim uchun qilardi? Farzandlar uchun qilardi. Endi Rasululloh alayhisalom dinda olib kelib nima qildi? Dinda olib kelib islom bilan tarbiyaladi ular. Qanaqa qilib tarbiyaladi? Qur'on bilan tarbiyaladi. Ya'ni ihson qilayotganingda qo'lingni ochib yormagin. Ya'ni hamma yo'g'ingni berib yormagin, o'zing nadomat qilib qolasan. Endi qo'lingni baylab baxlan bo'lmagin dedi. Ya'ni o'rta me'yorda bo'lishligini qildi. Bugungi kunda ham qaraydigan bo'lsak, oshna og'aynilar bilan o'tirayotganda pullarni sarflayotgan, oshlar uchun pullarni sarflayotgan, ko'chalar uchun odamlar riyo bo'ladigan, odamlar maqtaydigan joylarga pullarni sarflaydi, oilasi uchun baxildir. Yana birini qarasangiz, 24 soat farzandlarini ishi uchun, misol 15-16 yoshli bolasiga umrining oxirigacha ishlab topolmaydigan pulga yetadigan mashinalarni mindirib qo'yadi, lekin islom uchun, din uchun, ummat uchun bir so'm pulni sarflay olmaydi. Bu aynan shu johiliyat. Bu johiliyatdan faqatgina islom bilan, faqat dinimizga qaytishlik bilangina o'nglanamiz ekan.